Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli vatandoshlar, biz uzoq yaqindan kuzatayotgan hurmatli obunachilar. 10 may 2026-yil Tiko brend jamoasi Andijon avtomobil bozoridan akalar 1997-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy Tiko avtomashinamiz o'ta ideal holatda, u yerda petnoy bor 5-10%. Mashina tiniq, orqa kaltagi yo'q. Hattoki propan gaz ballonga ruxsatlarigacha bor, GBAsi bor texpasportda. Mashinamiz motorda, hadovoyda, korobkasida umuman ish yo'q. Xohlagan dokumentlar chiqadi, generalniymi, oldi sotdimi, onlaynmi, hamma dokumentlarni qilib beramiz. Hatto ayni tushirib chiqaradiganlar elektronika, koreyskiy holatda, radnoy holatida turibdi. Mashinamiz 5 talik korobka. Oldi orqa xudo xolasa butun. Radnoy kraska holatda. Ekonomiki nimalari ham bor aka. Bezon ekonomikalari hamma yo'g'i joyida turibdi. Akalar, bu mashinamizni $1700 baraka qilamiz. Oz-moz kelishadigan joylar bor, sunnatiga o'tib beramiz. Propan gazlari bilan. Bu mashinamiz $1700 arziydimi, arzimaydimi? Akalar, bu bunaqa mashinani 2500-3000 narx aytishyapti. Bizda $1700 ekranda raqamlarimiz bor. To'liq ma'lumotni ekranda raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Like, podpiskalarni bosinglar, kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Bu mashina $1700 arziydimi?